Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrdon otaxonlar va onaxonlar. Bugun biz siz bilan O'zbekiston fuqarolari, ayniqsa hurmatga loyiq keksa avlod vakillari uchun eng dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan masalani, Ustart nafaqa kartalaringizning bloklanishi xavfi va bu xavfni qanday bartaraf etish mumkinligini batafsil muhokama qilamiz. Shoshiling, bu xabar sizning nafaqangizni, bir umrlik mehnatingiz evaziga jamgirgan har bir tiyiningizni saqlab qolishga yordam berishi mumkin. So'nggi kunlarda pensiya jamg'armasi atrofida, hatto banklarning o'zida ham galagovur boshlanganini ko'ryapmiz, eshityapmiz. Odamlarimizning ko'zida tashvish, yuzlarida xavotir. Bu nimadan darak beradi? Markaziy bankning hech qayerda e'lon qilinmagan, ko'pchilik uchun sir bo'lib qolayotgan 140 sonli direktivasi tufayli. Afsuski, bu direktivaning mazmuni faqatgina ba'zi bank xodimlari orasida pichirlanib yuribdi, rasmiy manbalarda esa sukut saqlanmoqda. Bu qanday adolatsizlik, qanday e'tiborsizlik? Axir qonunlar, farmoyishlar xalqqa oshkora yetkazilishi kerak emasmi? Ayniqsa gap millionlab nafaqaxo'rlarimizning, siz azizlarning hayoti, kundalik turmushi haqida ketayotgan bir paytda. Hayronman, qanday qilib bir davlat o'zining kelajagini qurgan, bunyod etgan otaxon-onaxonlariga shunday munosabatda bo'lishi mumkin? Axir sizlar bu vatan uchun qancha mehnat qildingiz, qancha azob chekdingiz, qancha mashaqqat ko'rdingiz. Urush yillarini ko'rdingiz, ochlikni boshdan kechirdingiz, paxta dalalarida yozning jazirama kunlarida, qishning qahraton sovuqlarida ter to'kdingiz. Zavodlarda, fabrikalarda tinimsiz ishladingiz, farzandlaringizni katta qildingiz, ularga ta'lim berdingiz, vatanga sodiq qilib voyaga yetkazdingiz. 20 yil, 30 yil, 40 yil, hatto 50 yil mehnat stajiga ega bo'lgan fidoi insonlarimiz bor. Ular butun umr davlatga xizmat qildi, davlatning mustahkam poydevorini qurdi. Endi esa bu davlat ulardan nima talab qilmoqda? Birorta ham o'zbekcha so'z bilmaydigan, ingliz tilidagi murakkab dasturlarni smartfonlariga yuklashni, yuzlarni skanerlashni, barmoq izlarini berishni talab qilyapti. Keling, o'zingiz oilang, azizlar, 40 yildan ziyodroq xizmat qilgan, bugungi kunda 7 yoshli nabirasining smartfonini ham tushunmaydigan ota-onamizdan zamonaviy dasturlar bilan ishlashni talab qilish bu qanchalik to'g'ri? Bu qanchalik adolatli? Siz butun umr davlat uchun mehnat qildingiz, shu vatanni obod qildingiz, hurmatga sazovor bo'ldingiz. Endi esa sizdan zamonaviy texnologiyalarni bilishni talab qilish, bilmasangiz nafaqangizni kesib olishga urinish, bu sizning mehnatingizga tupurish emasmi? Meni bu holat juda ham gazablantiradi. Bu shunchaki adolatsizlik emas, bu o'z tarixiga, o'zining poydevoriga hurmatsizlik. Fikringizni, qancha yil ishlaganingizni, qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirganingizni, bu xabarni eshitib nimalarni his qilganingizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bilamizki, sizning qahramonligingizni davlat esdan chiqarib yuborgan bo'lsa ham, biz bir-birimizni unutmaymiz. Bunday adolatsizlikka qarshi birga kurashish, qonuniy huquqlarimizni himoya qilish va kelajakda shunday kutilmagan, nohaq qarorlardan ogoh bo'lish uchun keling, kanalimizga obuna bo'ling. Har bir obuna bu bizning ovozimizni yanada balandroq yangratishga yordam beradi, davlatga bizni eshitishga majbur qiladi. Unutmaylik, birimiz ham, hammamiz ham birgalikda kuchimiz. Xo'sh, avvallari nafaqa olish qanday edi? Eslaysizmi, azizlar? Pensiya jamg'armasiga borib, navbat kutib, pasportingizni ko'rsatib, imzo chekib, pulingizni qo'lingizga olardingiz. Yoki mahalla orqali uyma-uy yurib, nafaqa tarqatilardi. Hatto o'sha vaqtlarda ham qog'oz ishlari ko'p bo'lganiga qaramay, odamlar orasida ishonch bor edi. Hukumatga ishonch bor edi, davlat o'z fuqarolarini himoya qilishiga ishonch bor edi. Hamma o'zining yoshi ulug'lariga hurmat bilan qarardi, ularning qadriga yetardi. Har qanday masala bo'lsa, mahalla oqsoqollari, faollari birga maslahatlashib, hal qilishardi. Hamma bir oiladek yashardi. Endi esa vaziyat butunlay o'zgardi. Bizni raqamli O'zbekiston qurishga undashmoqda, innovatsiyalar haqida gapirishmoqda. Yaxshi, lekin bu innovatsiyalar kim uchun? Bir tomondan shahardagi yosh, zamonaviy odamlar uchun qulayliklar yaratishga harakat qilinadi. Ammo ikkinchi tomondan bu innovatsiyalar sabab siz, aziz nafaqaxo'rlarimiz, yanada katta muammolarga duch kelmoqdasiz. Smartfon qanday ishlatilishini bilmaydigan, internet nima ekanligini tushunmaydigan, hatto oddiy telefonda bir tugmani bosishga qiynaladigan odamlar qanday qilib maxsus ilova yuklab, yuz skanerlashdan o'tsin?
Bu qandaydir uydirma emas, bu real voqelik. 100 yoshga yaqinlashib qolgan otaxonimiz Hoshim amaki deymizmi? 85 yoshli bibixonim buvimiz deymizmi? Ular qanday qilib bu yangi qoidalarga moslashishi kerak? Axir ular zamonaviy texnologiyalardan ancha yiroq. Ularning ko'pchiligining smartfoni yo'q, ba'zilarining hattoki oddiy tugmachali telefoni ham yo'q. Ular boriga shukr qilib, kamtarona hayot kechirishadi. Bu vaziyatda eng katta xavf ostida kimlar turibdi? Birinchidan, qishloqlarda, uzoq hududlarda yashovchi nafaqaxo'rlar. Ularning ko'pchiligida smartfon yo'q, internetga ulanish imkoniyati cheklangan, bank filiallari esa ulardan juda uzoqda. Ikkinchidan, yoshi 80 dan oshgan, sog'ligi yaxshi bo'lmagan nafaqaxo'rlar. Ular navbatlarda turishga qiynaladi, yo'l bosib bankka borish ularga qiyinchilik tug'diradi. Uchinchidan, qarindoshlari, farzandlari chet elda ishlayotgan yoki ularga yordam bera olmaydigan yolg'iz nafaqaxo'rlar. Ularga kim yordam beradi bu muammolarni hal qilishda? Davlatmi? Mahallami? Yoki shunchaki ularni taqdirga tashlab qo'yamizmi? Shu o'rinda bir-ikki hayotiy misollarni keltirsam, sizga vaziyatning naqadar jiddiyligi yanada aniqroq bo'ladi. Farg'onadan Otabek amakini tasavvur qiling. U yoshligidan kolxozda oddiy dehqon bo'lib ishlagan, 5 farzandni voyaga yetkazgan. 50 yildan ortiq stajga ega. Hozir 80 ga yaqinlashib qoldi. Smartfon u yoqda tursin, oddiy telefonini ham nabirasidan so'rab ishlatardi. Yaqinda bankka borganda unga kartasini bloklab qo'yishlari mumkinligi, biometrik tekshiruvdan o'tishi kerakligi aytilgan. Uning ko'ziga yosh kelgan. Men butun umr shu davlatga xizmat qildim. Endi mening pulimni tortib olmoqchimisizlarmi degan. Qizini Toshkentga yuborgan, o'g'li Rossiyada. Kim yordam bersin unga? Navbatda turib 3 soat deganda bittagina xodim topilgan. Xodim esa smartfoningiz bormi deb so'ragan. Yo'q deganidan keyin unda biz yordam bera olmaymiz. Kimdir yoshlardan olib kelsangiz yordam beradi degan. Xo'sh, bu Hoshim amakiga yordam beradigan kim bor? Nahotki davlat o'zining shu kabi oddiy, sodda, ammo fidoi fuqarolariga yordam berishga qodir bo'lmasa. Yoki Qashqadaryoning olis qishlog'ida yashaydigan bibi Maryam buvini olaylik. U 8 ta bolani tugib katta qilgan, kolxozda sut sog'uvchi bo'lib ishlagan. Umr bo'yi qorani qora qilib mehnat qilgan. Hozirgi kunda ham faqatgina nabiralarining yordami bilan yashaydi. Uning ko'rish qobiliyati pasaygan, eshitishi ham yaxshi emas. Unga biror bir telefonni berib, mana bu ilovani yuklang, yuzingizni skaner qiling desangiz, u nima qilsin? Qaysi aqlli xodim bu direktivani yaratayotganda shu kabi insonlar haqida o'yladi ekan? Uning nafaqasi yagona daromad manbai. Agarda shu nafaqa ham bloklansa, bibim Maryam bu nima qilsin? Och qolsinmi? Davlat shu qariyalarimizga boqishni unutib, ularning haqqiga ko'z olaytirmoqdami? Shu kabi misollarni minglab keltirish mumkin. Bu har bir misol bizning faxrimiz, bizning ota-onamiz. Ular sabab biz bugun shu yurtda yashayapmiz. Lekin afsuski davlat bu fidoyilikni esdan chiqarmoqda. Hatto ba'zi hollarda, ba'zi bir toifadagi nafaqaxo'rlarimizga nafaqa miqdorini oshirish haqida gap ketganda ham bu kabi to'siqlar paydo bo'lib, ularning hayotini yanada qiyinlashtirmoqda. Misol uchun, nogironligi bo'lgan shaxslarga nafaqa oshiriladi, yolg'iz qariyalarga qo'shimcha imtiyozlar beriladi, deyiladi. Lekin amalda shu imtiyozlarni olish uchun ham qancha yugur-yugur, qancha ovoragarchilik. Bu imtiyozlar haqida biladigan, hujjat to'play oladigan odamlargina undan foydalana oladi. Qolganlar esa oddiy nafaqasini olishga qiynalib turgan qariya qanday qilib bu imtiyozlar haqida bilib, ulardan foydalana oladi? Bu shunchaki ahvolning ustiga ahvol qo'shish demakdir. Aynan siz ushbu videoni tomosha qilayotgan aziz otaxon-onaxonlar, siz ham bu navbatlarda turdingizmi? Qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz? Bank xodimlari sizga yordam berdimi yoki biz bilmaymiz deb javob berdimi? O'z tajribangizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizning har bir hikoyangiz, har bir so'zingiz bu adolatsizlikka qarshi birga kurashishimiz uchun dalil bo'ladi. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Siz nima qilishingiz kerak? Birinchidan, shoshilinch ravishda bankka murojaat qiling. Aynan sizning nafaqa kartangizga xizmat ko'rsatadigan bank filialiga boring. Eng yaxshisi, imkon bo'lsa, farzandlaringizni, nabiralaringizni yoki mahalla raisiga murojaat qilib, ulardan yordam so'rang.
Ular sizga bankka borishda, navbat kutishda va kerakli hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam berishsin. Bankda biometrik ma'lumotlarni yangilash yoki shaxsni tasdiqlash uchun kelganingizni ayting. Ikkinchidan, pasportingizni o'zingiz bilan olib boring. Pasportingizning asl nusxasi talab qilinadi. Ba'zi hollarda bank xodimlari sizdan qo'shimcha ma'lumotlar, masalan, identifikatsiya raqami, TISHR yoki mobil telefon raqamingizni so'rashi mumkin. Agar sizda smartfon bo'lmasa, bu muammo emasligini, bankning o'zida skanerlash orqali ushbu jarayonni amalga oshirishlarini talab qiling. Qonun bo'yicha banklar sizga xizmat ko'rsatishga majbur. Agar bank xodimlari sizni rad etsa yoki noto'g'ri ma'lumot bersa, ulardan rasmiy rad javobini yoki boshliqlari bilan uchrashishni talab qiling. Uchinchidan, mahalla faollaridan yordam so'rang. Har bir mahallada nafaqaxo'rlar, yolg'iz keksalar bilan ishlaydigan xodimlar bor. Ular sizga bu masalada yordam berishlari, bank bilan bog'lanishlari va kerakli ma'lumotlarni olishda ko'maklashishlari kerak. Bu ularning bevosita vazifasi. Agar ular yordam berishdan bosh tortsa, pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga yoki yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilish huquqingiz bor. To'rtinchidan, agar kartangiz allaqachon bloklangan bo'lsa, juda tez harakat qilish kerak. Bankka darhol murojaat qiling va kartangizning bloklanganligi sababini aniqlashtiring. Keyin pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga borib, holatni tushuntiring va blokirovkaga sabab bo'lgan omillarni bartaraf etganingizni, masalan, biometrik tekshiruvdan o'tganingizni isbotlang. Pullaringiz davlat daromadiga o'tishi haqidagi gaplar odatda qo'rqitish uchun aytiladi, lekin shunda ham ehtiyot bo'lish kerak. Qonun bo'yicha sizning jamg'armalaringiz sizning mulkingizdir va ularni tortib olishga hech kimning haqqi yo'q. Faqatgina sud qarori bilan sizning pullaringiz davlat hisobiga o'tkazilishi mumkin. Bunday holatda bizning advokatlik idoramizga murojaat qiling. Biz sizga barcha qonuniy yordamni ko'rsatishga tayyormiz. Azizlar, bu vaziyatda aslo tushkunlikka tushmang. Men yuridik sohada ko'p yillar davomida aynan nafaqaxo'rlar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanaman va bilamanki, har qanday vaziyatdan chiqish yo'li bor. Faqatgina to'g'ri harakat qilish va o'z huquqlarini bilish kerak. Va nihoyat, bugungi suhbatimizning boshida men sizga bir savol bilan murojaat qilgan edim. Bugun biz siz bilan O'zbekiston fuqarolari, ayniqsa hurmatga loyiq keksa avlod vakillari uchun eng dolzarb va hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan masalani, Ustart nafaqa kartalaringizning bloklanishi xavfi va bu xavfni qanday bartaraf etish mumkinligini batafsil muhokama qilamiz, deb. Xo'sh, aziz yoshi ulug'lar, sizning umr bo'yi qilgan mehnatingizga, sizning qadr-qimmatingizga bo'lgan hurmatsizlikka qarshi turishga tayyormisiz? Siz bu vaziyatda davlatdan o'z haqqingizni talab qilishga jur'at qilasizmi? Yoki shunchaki indamay bu adolatsizlikka ko'z yumib ketaverasizmi? Javoblaringizni sabrsizlik bilan kommentariyalarda kutib qolaman. Birgalikda harakat qilsak, biz albatta natijaga erishamiz. Sog' salomat bo'ling, doimo hurmatli bo'ling.